حن قلبي للمدينة لرسول الله. Erkak ayollar aralash, barcha odamlar olomon bo'lib olib, qo'shiqchilarning qarshisida qichqirib, sakrab, jazavaga tushgan holda raqsga tushishlarining ko'pchilik bilmaydigan sababi bor. Aksar qo'shiqchilar o'zlari bajarayotgan harakatlari va chalayotgan musiqalarida jinlardan yordam oladilar. Ko'pgina odamlar esa buni anglamaydilar. Siz bunga ishonishni istamasangiz ham, bu asl haqiqatdir. Odamlar bu harakatlar odatdagidan boshqacha ekanini, qo'shiqchilarning bu ishlari ularga pozitiv kayfiyat ulashish, yaxshi kuy chalib berishdan iborat deb o'ylaydilar. Ammo haqiqatdan ham shundaymi? Yo'q. Siz bu narsalarni o'zingiz bilmagan holda uyingizga o'zingiz olib kiryapsiz. O'zingiz ularni uyingizga taklif qilyapsiz. Jinlar haqida o'zimning tajribamdan kelib chiqib gapirib bersam. Men musulmon bo'lishimdan avval turfa musiqa asboblarini chalardim. Amin bo'lib ayta olamanki, o'shanda o'zimni kimningdir boshqaruvida turgandek his qilardim. Odatda qila olmaydigan ishlarimni qila olar, chala olmaydigan kuylarimni chala olardim. Xuddi o'sha musiqani ikkinchi bor qayta ijro qilib ber deyishsa, boshqa qaytarib bera olmasdim hatto. Odamlar buni musiqachining ilhomi deyishlari mumkin, ammo bilasizmi, iste'dod, qobiliyat, daholik ma'nolarini anglatuvchi genius so'zi jin so'zidan olingan. Bir safar misrlik birodarim bilan shu haqida suhbatlashib qolgandik. U eski davr musiqachilaridan bo'lgan Jimi Hendrixni bilar ekan. Birodarim bilan genius so'zi va shu narsalar haqida gaplashayotganimizda, u biz genius deganimizda shu odamning jini borligini nazarda tutamiz dedi. E'tibor bilan o'ylab ko'ring. Jimi Hendrixga o'xshagan odamlar biror modda iste'molisiz mast bo'lmasdan turib musiqa chala olishmaydi. Mastlik orqali, giyohvand moddalar orqali inson nimalarga yuzlanadi? Jin shaytonlarga. Eng mashhur musiqachilar haqida o'ylab ko'ring. Ulardan ko'plari o'sha darajada musiqa chala olish uchun giyohvand modda iste'mol qiladilar yoki spirtli ichimliklar ichadilar. Bundan boshqa iloji ham yo'q. Agar giyohvand modda, alkogol iste'mol qiluvchilarga aralashmaslikni, bu illatlarga qaram bo'lganlarning musiqalarini tinglamaslikni istasangiz, musiqaviy disklaringizni barchasini yig'ib, axlatga uloqtirib, playlistingizdagilarni esa o'chirib yuborganingiz yaxshi. Chunki siz eshitayotgan aksar qo'shiqchilarning ahvoli shu. Ular ruju qo'ygan narsalar narkotik va spirtli ichimliklar. Islom dinida esa bu narsalarga musulmon kishining munosabati ochiq-oydin bayon qilingan. Soul musiqasi degan atamani eshitganmisizlar hech? Buning ma'nosi go'yo musiqa ijrochining qalbidan chiqayotgandek bo'ladi. Xo'sh, ular shu musiqani ijro etayotganlarida, shu qo'shiqni kuylayotganlarida ularning qalblari qay holatda bo'ladi? Ular kuylayotgan vaqtlarida aynan ular his qilayotgan tuyg'ularni siz ham his qila boshlaysiz. Tushunyapsizmi? Bu esa hazil narsa emas. Bu ruh bilan bog'liq jiddiy masala. Shuning uchun ham buni soul musiqasi deb atashgan. Lekin bu aslida sehrdir. Ba'zida inson o'zi sezmasa ham uning qalbi haqni izlab qoladi. Ammo o'sha vaqtda biz shunchalik band bo'lamizki, shu haqda boshqa birodarimiz bilan ham suhbatlashgandik. U shayton insonlarni qanday qilib mashg'ul qilib qo'yish haqida gapirgandi. Musiqa bilan, ko'rayotgan filmlaringiz bilan shayton sizni band qilib qo'yadi. Telefon qarshisida mixlanib qolgan odamlar xuddi zombiga o'xshab qolishadi. Bu narsalar bilan shunchalar band bo'lib ketamizki, qalbimiz hidoyat istab qichqirayotganini eshitmay ham qolamiz. Musulmon bo'lishimdan avvalgi qalbim bilan hozirgi qalbimni solishtirib bo'lmaydi. Meni avvaldan taniydiganlar oldingi holatim va hozirgi holatim o'rtasida katta farq borligini aytadilar. Men buni maqtanish yo boshqa uchun aytmayapman. Shunchaki hozir men his qilayotgan sokinlik, xotirjamlik avvalgidan butunlay farq qiladi. Men bu narsalar uchun Alloh subhanahu va taologa qancha shukr keltirsam, shuncha oz. Alloh taolo meni avvalgi holimdan qanday olib chiqib ketgani haqida har kuni o'ylayman. Hozir ham men avvalgi kasbimga qaytib, hozirgi texnologiya zamonida hech qanday ovoz yozish studiyalarisiz ham $1,000,000 pul topa olishim mumkin. Ya'ni bu narsalar qanchalar osonligini aytmoqchiman.
Ammo men bularning bari vaqtinchalik ko'ngilxushlik ekanini qalban anglab yetganman va ular meni faqat va faqat barbod qiladi xolos. Bu narsalar insonni shubhasiz vayron qiladi va men qachonlardir mana shu halokatli yo'lda edim. Ibn Qoyyim Javziyya rahimahulloh aytadilar: qalbda Qur'on va musiqa jamlanmaydi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham musiqani, ham Qur'onni yaxshi ko'ra olmaymiz. Qalbimizda ikkisining o'rtasida jang boshlanadi. Musiqa insonni ibodatdan to'sib qo'yadi. Namozda qiroat qilganingizda musiqa eshitgandagi hisni tuymay qo'yasiz. Ma'ruzalar tinglashni yoqtirmay qolasiz. Musiqaga qaram bo'lib qolganlar o'lim vaqtida kalima o'rniga qo'shiq so'zlarni takrorlashlari ham mumkin. Bu esa juda xavfli, juda xatarli. Shunday ekan, nima uchun imkonimizni boy berishimiz kerak? Men shubhasiz bilamanki, musiqa sinov, imtihondir. U o'ziga alkogol iste'molidan ham ko'proq qaram qiladi. Musiqa tinglashni tashlash, sigaret chekishni tashlashdan ham qiyinroq bo'lishi mumkin. Musiqa insonni o'ziga bu narsalardan ko'ra qattiqroq bog'lab qo'yadi. Shunday ekan, bizdan qadam-ba-qadam harakat talab qilinadi. Hech kim bu narsalarning barchasidan bittada qutulib keta olmaydi. Ammo hech bo'lmasa, birinchi qadamni qo'yish kerak. Alloh taologa harakat qilayotganingizni ko'rsating. Alloh eng mehribon va eng rahimli zotdir. Va yana muhim narsa shuki, Alloh taolodan duo qilib so'rang. Allohdan so'rang, sizni bu qaramliklardan ozod qilsin. Bog'lanib qolgan narsalaringizdan qutulishingizda yordam berishini so'rab, iltijo qiling. Hatto musulmon bo'lmasangiz ham Allohdan hidoyat so'rang. Qila oladigan eng yaxshi ishimiz osmonlar va yerning yaratuvchisidan so'rash. Hatto yaratuvchi zot mavjudligiga ishonmasangiz ham, yo Alloh, meni o'zing rozi bo'ladigan yo'lga, o'zingning yo'lingga hidoyat qilgin deb duo qiling. Shak shubhasiz Alloh sizni islomga hidoyat qiladi. Agar inson osmonlar va yerning yaratuvchisidan hidoyat so'rab, samimiy duo qilsa, u zot uni hidoyat qiladi. Shuningdek, inson Alloh taolodan o'zini musiqadan xalos qilishini so'rab, ixlos bilan duo qilsa, shubhasiz Alloh unga yordam beradi. Unga yaxshiroq yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Hozirgi jamiyatda jinsiy shahvatlariga erk bermay, o'z iffatini saqlab yurgan yoshlarni yoqtirishmaydi. Nima uchun deb o'ylaysiz? Chunki ular postmodernik liberal qarashlar to'riga tushib qolib, o'zlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi narsalarni tinglashyapti. Karaxt bo'lib, zombiga aylanib qolishyapti. Shunday musiqalar yoshlarni Allohga itoatsizlik qilishga undaydi. Bolalar, o'spirinlar ota-onalariga behurmatlik qiladi. Ota-ona esa buning sababini bila olmay hayron. Siz farzandingiz tinglayotgan narsalarni hech tekshirib ko'rganmisiz? Ularni nimalar tinglashga qo'yib berganingizdan xabardormisiz? Musiqa tinglaydigan odamlardan so'rab ko'ring. Qur'ondan qancha yod olgan ekanlar? Qur'on yodlashda qiynaladilarmi, yo'qmi? Agar shunday bo'lsa, aytayotganlarimning sababini tushunib olasiz. Misrda bir birodar bo'lardi. Musiqaga qaram bo'lib qolgan, juda ko'p musiqa tinglardi. Qur'ondan nechta sura, nechta oyat yodlaganini so'radim. Sizlardan ko'pchiligingiz Qur'onni Misrda yodlab tugatgansiz, shundaymi? U birodarimiz esa misrlik bo'la turib, butun umri davomida faqat 4 tagina sura yodlabdi. Bolaligingizdan beri musiqa tinglaysizmi deb so'raganimda, "Ha, bolaligimdan musiqa eshitishga o'rganib qolganman" dedi. Mana asl sabab nimada? Birortangizda shu muammo bo'lsa, musiqaning raqibi Qur'onga qancha vaqt sarflayotganingizga e'tibor bering. Shunda shayton sizni Allohdan uzoqlashtirishga harakat qilib kelayotganining guvohi bo'lasiz. Agar videoni manfaatli deb bilsangiz, uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun like bosishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l.